Altın Plaza. Liftlari ham oltin ekan. Bitta joyimiz qoldi. Shoshilamiz. Aytdim o'tgan safar. Bu joylar uje arendaga berilib, tugab bo'ldi. Va faqat bitta siz qoldingiz. Ikkinchi etajda bitta joy, kvadrati katta va arzon narxda. Ko'ryapsiz, magazinlar ochilib, uje ishlashyapti. Aytganimizda o'tgandek Detskiy magazin bu va endi bu yog'ini ko'ramiz. Mana bu joy. Lesnitsadan chiqqandan keyin chap tomondagi katta plashatkali joy arzon narxlarda. Oldingi narxidan ancha tushirib qo'yibdi. Kelaverasiz va biznesingizni nima ochsangiz ham Alloh taolo rivojini bersin. Ko'rib turganingizdek, birinchi etaj hammasi ishlayapti do'konlar. Ikkinchi etajdagi joy bitta sizni kutyapti. Shu sababdan ozgina arzonroq narxlarda qilishib yubordi. Ekrandagi nomerlarga telefon qilasiz. Kurmanjan datkada joylashgan. Bu tomoni Go'rgay Kurgovoydan, bu tomoni Gatsisalarga qarab ketganda Kumush va Desertino'ni hamma biladi. Shuni ro'parasidagi Altın Plaza savdo borbori. Ya'ni bu oldin Altın kafe bo'lib faoliyat yurgizgan. Hozirgi shinamgina mana bunday targoviy sentr. Sog' bo'lasizlar.